Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Navoiy bozorini sizlarga optim pomidor, bodring sabzavotlarini obzorini qilib beraman. Tomosha qiling, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Ramazon G'ofurov kanaliga obuna bo'ling. Mana optim arzon narxlarini hozir sizlarga ko'rsataman. Dehqonlar mana meni kanalimni kuzatib borsa ham bo'ladi. Mana boshlak. Aka pomidor qancha? Yo'q, berolmayman. Bu pomidorlar qancha demak? 2,5 kiloga. Pomidorlar 2,5 ming. Yaxshi kattalar 4 ming so'm. Pomidorlar qancha? 3 ming so'm. Pomidor 3 ming. Mayda pomidorlar yozib. Bu pomidorlar qancha demak? 2,5 ming, 3 ming. Qo'tir bodring qanchadan oldingiz aka? Qo'tir bodring 5 ming oldim. Qo'tir bodring 5 ming. Optim narx. Pomidorlar qancha ekan aka? 3700. 4 ming yaqin. 3,5 ming. Pomidorlar 3700, 2,5 mingdan boshlanadi. Maydalari. Bu pomidorlar qancha ekan aka? 4,5 ming. Zo'ri 4,5 5 minggacha. Mayda pomidor savasi qancha ekan? 2,5. 2,5. Chesnak qancha aka? 13 ming kilosi. Qanchadan beramiz? Chesnaklar 13 ming. Savat chesnaklar qancha? Chesnaklar kilosi. Chesnak 9 ming. Bodringlar. Bodring qancha aka? Bodring 3 kilo 10 ming. Qopi 3 kilo 10 ming. Qopi 100 ming ekan. Bodringlar. Bodringlar 3 ming, 4 ming, 5 ming. Voy, sizdanmi aka? Qancha? 100 ming. Xaltasi. Qo'tir bodringlar 5 ming. Qo'tir bodring hozir yozda kam bo'ladi. Pomidorlar sizdanmi aka? Sizdanmi? Pomidorlar 4 ming so'm. 3,5 ming so'm. Sabzilar 5 ming so'm. 4 ming so'm. Qalampir kilosi qancha ekan? 5 ming qilib qo'ying. Olaman. 5 ming qo'ying. Pomidorlar 4 ming so'm, piyozlar 13, kam 9 ming so'm, sabzilar 5 ming so'm. Kartoshka, piyoz narxlarini bilmoqchi bo'lsanglar, ko'rishda davom etingizlar. Kartoshka, piyozlar, sabzavotlarni obzorini qilib beraman. Sabzilar 5 ming so'm. 5 ming, 4 ming sabzilar. Shaftolilar 10 ming so'm. Aytib o'tdim. Chestoklar 13 minggacha. Bodringlar xaltasiga 100 ming, oshiq 120 ming. Yaxshilari. Optim. Bozor narxlari.
Yangi bo'lak. Yangi palaklar 120 ming so'm, bodring. Eski palaklar 70 mingdan boshlanadi. Qanday qilmoqmisiz? Yo, to'xtaman, o'tib ketay, to'g'ri. Bozor qizg'in. Kartoshka, piyozlar, videolarni tashlayman. Videolarni olamiz hozir. Anjir qancha ekan opa? Anjir. Kilosi? 30 ming, 28 ming. Anjir narxlarini bilmoqchi bo'lganlar 30 ming, 28 ming optim bozorda. Kanalimni kuzatib boring. Men har kun videolar chiqaraman. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Mevalar ro'z ko'p emas, 5-6 xil bor. Sabzavotlar ham 5-6 xil bor tashda. Bozorda yozda. Qovun tarvuzlar obzorini ham qilib beraman sizlarga. Pomidorlar qancha opa? Yo, kilo. Optimi? Optim 5 minggacha bor pomidorlar. Lublar qancha ekan opa? Kilosi? 20. Hala, o'qitletdimi? 20 ming. Ular 5 ming so'm. Bittami? Xo'sh. Lublar qancha? 20. Zelinlar qancha opa? Tilay, bog'i. 2 ming. Katsikalar qancha? Ha? 5 ming. 1 kilosi? Sabzichi. Og'izga qarab keling. Sabzilar 5 ming, 6 ming. Qalampirlar qancha ekan? 4,5. Qalampirlar 4,5 ming. Baqlajon qancha ekan opa? Baqlajon. Kartoshka. Hozir kadrlarni narxlarini aytaman. Tezlatinglar. Kadrlar narxlari. Qalampirlar narxlarini aytib o'tdim. 5,5, 6,5. Qo'tirban qancha ekan? 7 minggacha bor ekan, yaxshilar. Kadi qancha opa? Kadi. Qaltami? Yo'q, kilo. 3 ming. Kilo 3 mingdan. Kadilar 3 ming. Hamma narsa unchalik qimmat emas. 10 minggacha. Kadi qancha ekan opa? Opa, sizlarning kadilar qancha ekan? Optim 2 ming. Optim 2 ming. Karimlar qancha ekan? Karimlar. Karimlar 3 ming. Bu karim, karishmi? Qancha bu?
Bilasiz. 9 ming olibdim ya. 9 ming. Optim 9 ming. Piyoz kimdan ekan aka? Piyoz. Piyoz 2,5 ming, 3 ming. Piyozlar. Sizlarga bugun sabzavotlar narxini aytib o'tdim. Endi qovun tarzida videolarni kuzatib boringlar. Ramazon G'ofurov, Navoiy Optim bozor.